Demak, bugun generatorga aloqador bo'lgan sinf haqida gaplashamiz. Bu 7-sinf. Ya'ni qishloq xo'jaligi texnikalari, umumiy qilib aytganda, Jaydar tilida qishloq xo'jaligida ishlatiladigan stanoklar 7-sinfga kiradi. Bu sinfga sanoat mashinalari, ishlab chiqarish uskunalari, qishloq xo'jaligi texnikalari, qurilish mashinalari, sanoat robotlari, dvigatel va ularning ehtiyot qismlari hamda konveyerlar va mexanik uskunalarni o'z ichiga oladi. Ko'pchilik brendni patentlash haqida o'ylaydi, lekin sinf tanlashda xato qilishadi. Agar siz sinf tanlashda xatoga yo'l qo'ysangiz, bilingki, siz noto'g'ri, sizga aloqasi bo'lmagan sinfni himoya qilgan hisoblanasiz va eng yomon tarafi, boshqa bir inson aynan to'g'ri sinfni tanlab patentlab qo'yadigan bo'lsa, sizning brendingizga sizdan oldin egalik qilishi mumkin. Shuning uchun brendingizni patentlayotgan paytda to'g'ri sinfni tanlashga ahamiyat bering. Sizlar bilan bugun 45 ta sinfning 7-sinf haqida gaplashdik. Keyingi videoda 8-sinf haqida gaplashamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Mana shunday qiziqarli, foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubordim.